Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda 2 dona eshik, 2 dona rom tayyorlab berganmiz. Xo'p, bu eshik romlarimizning razmerlari standartdan ancha katta, bo'yiga ham, eniga ham, derazalari ham, eshiklari ham. Bu o'zimizni bloshini chaqar degan qishlog'i bor. Shu yerga qilib berganmiz. Hozir sizlarga buni razmerlari, MDFimiz qalinligi, kvadrat metr necha pul va necha pulga tayyor bo'lgan va bu eshikka qo'shimcha nimalar qilingan, qanaqa lahlar sepilgan, xudo xolasa tushuntiramiz. Xo'p, razmerdan boshlasak, eshigimiz eni 1.18 ga, balandligi 270, standartdan ancha katta bo'lgan eshiklarimiz. Derazalari ham katta, bo'yi 1.80 ga, eni 1.40. Ancha katta razmerda. Xo'p, eshiklarimiz qalinligi 0.8 MDFda, chunki bunaqa bo'y baland bo'lgandan keyin eshikni baquvvat qilish kerak. 0.8 MDFda qilingan. Xo'p, 0.8 MDF. Xo'p, kesaklarini eni 10 cm bo'ladi. Endi bunaqa nocha qalin bo'lgandan keyin kesaki ham baquvvat bo'lishi kerak. 10 ga, qalinligi 4.5 cm bo'ladi. Eshiklarimiz rekalari bilan xo'p preslangan holatda qalinligi 4.5 cm ga chiqadi. Qalinligi. Bu eshigimiz ham ancha og'ir, baquvvat eshik bo'lgan. Xo'p, eshiklarimiz ochib yopganda taraqlamasligi uchun oyna soyganda oynalarimizni ham har bitta ko'zini germetkalab, kiliklab soyganmiz. Tepalarini ham mana chiroyli holatda oynalarni oq solib yorug' yog'ish uchun oyna solib berganmiz. Oynadan tashqari eshikni o'zini ham shumcha qilib berganmiz. Xo'p, tika tomoniga, tepalariga shumcha qilib, sovuq kirmaydi, ochib yopganda taraqlamasligi uchun shu holatda shumchalar qilib berganmiz. Zamogimiz har doimdek millioniy sinaqda yaxshi zamog. Bularda mana serdeshniciygacha, orqada qulflaydigancha temir bo'ladi. Yosh bolasi bor uylarga ham qo'yib tavsiya qilaman. Baquvvat zamog. Xo'p, laklarini glansli qilib chiroyli holatda qilib berdik. Hozir bu ozgina changlik uchun shunaqa holatda turibdi. Uстановкаdagi hali artib, syomkalarni ham qo'yamiz. Akamiz bizga shu holatda qilib bering, menga orcha bezak kerak emas dedi. Skromniy holatda qilib berganmiz. Nalishligimizning promuz palasalarini ham bir xil taramlarini bir xil tomonga qilib chiroyli qilib berganmiz. Hozir eshigimizni o'zi ochiladigan bo'yi 2.5 cm. Bo'y baland. Shu holatda qilib berdik. Xo'p, bularimizga katta bo'lgani uchun qalin oshim-oshadi. Har bitta eshikka 3 tadan 6 dona oshim-osh qo'yib berganmiz. Endi bu eshigimiz ancha baquvvat, ko'tarilishi uchun shunaqa oshim-oshlar qo'yib berganmiz. Romlarimizni yorug' yaxshilik uchun oq oyna solib, bularning oynagini har bitta ko'zini germetika bilan sovuq kirib taraqlamasligi uchun shu holatda solib berganmiz. Bularimiz ham 0.8 qalin MDFda qilingan. Chaspalarigacha hammasi 0.8 MDFda qilingan. Romlarimizni chaklariga, palasalarga e'tibor berasizlar. Bir xil holatda chiroyli qilib berganmiz. Xo'p, romlarimiz ham o'rtadan ko'z ochiladi. Xo'p, mana zaverkalarni ham o'ziga patsvet qilib, eshikni qalin oshim-oshig'idan qo'yib berganmiz. Mana zazonlari ham bir xilda tiniq holatda. Xo'p, endi bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxlarini metr kvadratini 800 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bularimiz razmerlari ancha katta bo'lgani uchun pul sal qimmatroq chiqdi. 8 million 300 ming so'mga hamma narsasi bilan tayyor holatda bo'ldi. Xo'p, oynalarimiz mana keyingi zakazlarni ham solyapmiz. Mana solganda har bittadan ko'zini germetkalab, har bitta kichkina ko'zi bo'lsa ham germetkalab shu holatda solamiz, quruq qolmasdan. Bu mana keyingi zakazimiz mokriy, high-tech fasonimiz. Xo'p, bu yoqda keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Zakatobga keyingi ishlarimiz ham tayyorlanyapti. Xo'p, bu yerda keyingi shu mokriy, xo'p, romimiz tayyor bo'ldi. Oynalarni solib tayyor qilib qo'ydik. Keyingi boshqa fasondagi zakazlarimiz, xudo xolasa bularni ham syomkalarni qo'yamiz. Chiroyli holatda skromniy chiqqan. Mana shu fason ham juda chiroyli fason. Xo'p, nomerimiz 99 607 69 00 da bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp, imo bor. Aloqaga chiqib, razmerlarni bersanglar, katalog tashab beraman. Qaysi fason, qaysi rang yoqsa tashab berasizlar. Narxini hisoblaymiz, kelishsak dogovor qilib olamiz. Keyin o'zimiz borib o'lchab, eshik romlar katta-kichik kelib, devor chopib yoki kichkina bo'lmasligi uchun, o'ng chapi teskari bo'lmasligi uchun o'zimiz borib o'lchab, yana olib borib o'rnatib beramiz. Shu dogovorchida hammasi ketadi. Xo'p, xudo xolasa hammasini imkon qadar tushuntirishga harakat qiling. Boshqa savollar bo'lsa, zakaz bermoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqa olasiz. Nomerimiz har kun yoniq. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida, shu katta o'zimizning sex. Xo'p, hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Ilohim sizlarga shunaqa chiroyli eshik nasib qilsin. Nomerimiz hamisha yoniq.